Allohning masjidlari faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni barkamol o'qigan, zakot bergan va Allohdangina qo'rqqan kishilar obod qilurlar. Ajab emaski, ana o'shalar hidoyat topuvchilardan bo'lsalar deydi Alloh taolo. Qarang. Allohning baytini, ya'ni masjidni kim obod qiladi deyilsa, Alloh taolo savollarimizga javob beryaptiki, faqat Allohga, oxirat kuniga iymon keltirganlargina, namozni o'qigan, ro'zasini tutgan, zakotini bergan, ana o'sha Allohdan qo'rqganlar obod qilur deydi. Hamma ham Allohning baytini, masjidni obod qilavermaydi. Bugun siz biz hayotimizda qanchadan qanchasiga voqealarga bugun guvoh bo'lib turibmiz. Imkoniyati zo'r, imkoniyati bor, yetarli. Ey birodar, Allohning baytini mana shu joyda, mana shu ishni qilish kerak masjidda. Ta'mirlamasak bo'lmaydi. Shu ishni olib, shu narsani qo'yishimiz kerak deyilsa, mingta bahonalarni qidiradi, mingta bahonalarni aytadi. Orzu havas uchun imkoniyatimiz yetarli.